Sizni $1 pulingiz menga kerak emas deb, iris kelsin debman. Mana shu nima deyotganim yo'q. Bo'ldi, sizga problema kerak emasmi? Xo'jayiningiz kelsin, bo'ldi. Men sizga mashina sotmaganman, irisga sotganman mashina. Sizga pul beryapman, jim turing. Hozir sizga pul bersa, erta iris kelib janjal qilsa nima bo'ladi? Mana shunaqa holat bo'lgan. Qayerdan bilaman, ikkovlaring urushib qolgandirsizlar. Hurmatli obunachilar, iltimos qilib aytamiz. Mana shunaqa ishlardan charchab ketdik, xo'la. Pastdagi muammoni ko'rdingiz-a? Bizda qayerda bizda aybimiz bor? Aybimiz mana Instagramga olyapmiz, videoga olyapmiz. Qayerda bizda aybimiz bor? Boya mendan norozi bo'lib gapirdingiz. Boya men sizni tanimayman. Men xo'jayinlari kelsin dedim. Men ulardan pulni olmaganman, mashinani bularga sotganman dedim. Hozir men xudo ko'rsatmasin, men bilmayman-ku bularning o'rtasida nima bor. Men pulni berib yuborsam, 2 kundan keyin kelsalarda, meni pulimni berib tursalar masalan. Yo'q, shunaqa bo'lishi mumkinmi? Yo'q, to'g'ri, unaqa hamma narsa bo'lishi mumkin. Lekin hozir o'zi kelsin deymiz. O'zi hali ham o'zlari keldilar, muammo yo'q. Lekin siz o'zi kelmasdan turib, duch kelgan odamga pulini berib yubormayman-ku. Qo'ymasam bo'lmaydi. Chunki biz mana shunaqa ishlardan to'yib ketdik-da. Qo'ymasam bo'lmaydi. Sizni qo'ymasam bo'lmaydi. Chunki biz charchadik bunaqa ishlardan. Charchab ketdik. To'g'risini aytsam, belavizlardan charchadik. To'g'risini aytsam, belavizlardan charchadik. O'zi talab kelishdi-da, nima mashinada olalmay qolishlar aytishdi. $3000 birovga qarz bergan ekanlar, o'sha pulni bermabdi. Shuning uchun mashinada olalmay qoldilar. Aka, har xildaqa ayollarni jo'natib, bunaqa qilmaydi. Erkak kishi o'zi bir ishni qildimi, ana kichib qo'ysa ham, qo'polon bo'lsa, keladida o'zi tozalaydi, aka. Odam jo'natmaydi unaqa qilib. Aka, pulingizni ko'rib oling. Sizda nimaga bunaqa problemalar ko'p bo'ladi degan obunachilarimiz uchun aytib qo'yamiz. Chunki biz qo'ldan kelgancha shaffof ishlashga harakat qilamiz. Har bitta ish jarayonimizni ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Shuning uchun biz hammasini ochiq-oydinlik bilan qo'yib boramiz. Biz bir oyda 200 talab mashina sotamiz. Shuning uchun ham bizda mana shunaqa ishkallar ham bo'lib turadi. 5-yillar kuni Gentra olishgan, mana 9 million $100 pul bilan $200 pul berishuvdi. Mana hamma pullarini tin-tinigacha qaytarib beryapmiz. Lekin endi hech kimdan zakalat olmaymiz bundan keyin. Aka, sizni kasringizga boshqalar ham qoladi endi.